Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan 2026-yilda qanday qilib qo'ygan maqsadlarimizga 100% erishish yo'llari haqida gaplashamiz. Aytib o'tishim kerak, men psixolog emasman, coach emasman, lekin o'zimni hayotimdan real bo'lgan narsalardan sizlarga bo'lishmoqchiman. Bilamiz, ko'pchiligimiz yil boshida juda ham katta maqsadlar qo'yamiz. Misol uchun kimdir uy olaman, kimdir mashina olaman, kimdir может быть biznes ochaman, kimdir esa balki oila quraman degandek maqsadlar qo'yishi mumkin. Va eng katta holatlarda juda ko'pchilikda pul bo'yicha maqsadlar bo'ladi. Ya'ni ko'proq pul topishga va ko'proq o'zlarining maqsadlariga va niyatlariga yetishishga harakat qiladi. Va sizlarga aynan o'zimning hayotimda ishlagan 3 ta eng zo'r metodni bermoqchiman. Agar siz 2026da ko'p narsalarga erishaman, o'zimning orzularimni amalga oshiraman, sayohat qilaman, eng zo'r narsalarni o'zimga xarid qilaman deyotgan bo'lsangiz, unda aynan bu video siz uchun. Hozirroq meni kanalimga ham obuna bo'lib keting. Bu yerda biz sizlar bilan hayot, life, motivatsiya, undan tashqari biznes, SMM, mobilografiya mavzulari, Instagramda qanday qilib ko'proq daromad topish bo'yicha ham gaplashamiz. Qancha o'zimni tanishtirib ketsam, meni ismim Yulduzxon Shardimetova, 5 yillik tajribaga ega Instagramda blog rivojlantirish bo'yicha ekspertman. Hozirda o'zimning YouTube kanalimni ham aktiv rivojlantirishni boshladim. Shuning uchun sizlarga o'zimning hayotimda bo'lgan, undan tashqari bor bilim va tajribamni shu yerda maksimalniy ravishda bermoqchiman. Chunki o'zi aslida oldin Instagramda aktiv yuritganman. Hozirda 150 mingga yaqin auditoriyam bor. Undan tashqari balki undan ham ko'payib ketar yaqinda va o'zimni shaxsiy bizneslarimga egaman. 4 ta biznes profilimni aktiv rivojlantirib, undan tashqari yana bitta qoraqalpoq tilidagi blogimni ham rivojlantirmoqdaman. Shunday ekan, sizlarga aytadiganim juda ham ko'p. Instagramda storiesda aktiv bo'lishga vaqtim yetarli emas. Juda ko'p vaqt storiesda aktiv bo'lishga qiynalyapman. Shuning uchun ham o'yladimki, YouTube men uchun aynan keraklisi va o'zimga sizlarga ko'p narsalarni aynan YouTube'da bera olishim mumkin. Xudo xolasa bu profilimda ham kamida 100 ming auditoriya yig'ish 2026-yilda maqsadlarimdan bittasi. Bunga qanday amalga oshirishni yo'llarini esa albatta sizlarga mana shu 3 ta qadamda tushuntirib o'taman. Xo'p, demak ketdik. Birinchi bo'lib maqsad qo'yishni o'zida ko'pchilik qanday qiladi? Xatolarni sanab o'taman. Birinchi qiladigan xatolari erishib bo'lmaydigan yoki bo'lmasa imkoniyati darajasi kam bo'lsa ham katta maqsadlar qo'yib tashlashadi va yil oxiriga kelganda ularda motivatsiya tushib ketadi. Misol uchun, men bu maqsadimga erisha olmadim, menda bu narsa bo'lmadi degandek. To'g'ri, bu holat menda ham bo'lgan. Misol uchun, men ham 2023, 24, 25larda har yilni boshida katta maqsadlar qo'yganman. Lekin maqsadga to'g'ri harakatlar qilinmasa, u amalga oshmaydi. Ko'pchiligimiz katta maqsad qo'yishni bilamiz, lekin unga qarab harakatlanishni bilmaymiz. Aynan agar siz mana shu 2026-yil birinchi beradigan to'g'ri maqsad qo'yishdagi sizga beradigan maslahatim bu: qaysi paytda qanday qilib mana shu maqsadingizga erishmoqchisiz, shuni aniqroq kartinasini yarating. Misol uchun, meni o'zimni uy olish, ya'ni Nukusdan uy olish maqsadim bor. Aynan shu maqsadimga qaysi yo'l bilan erishmoqchi ekanligimni men qadamma-qadam o'zimga chizib olganman. Ya'ni birinchi bo'lib men o'zimni Instagram, YouTube, Telegram kanallarimni rivojlantirmoqchiman va u yerda rivojlantirib turib, zapusk qilmoqchiman. Ya'ni zapusk o'zi nima degani, endi qisqacharoq tushuntiraman. Bittada katta daromad topish degani, tovar sotasizmi, bilim sotasizmi farqi yo'q. Va aynan shu narsani men planini qilib chiqaman. Birinchi auditoriya yig'aman, unga qiziqtiraman, undan keyin zapusk qilaman. Va bu orqali men o'sha uyga, mashinaga, ya'ni o'zimni orzuimdagi narsalarni amalga oshirish uchun pul mablag'i yig'aman. Siz ham o'zingizning maqsadingizga qanday erishmoqchisiz, o'shani aniq kartinasini yarating va aniq rejasini qiling. Balki siz biznes boshlab buni pulni yig'moqchidirsiz. Misol uchun, meni o'zimda ham bizneslar bor, ular yaxshi rivojlanib kelmoqda, lekin aynan u biznesda topgan daromadimni hozir yaqin 1-2 yil ichida unga tegish niyatim yo'q. Chunki bizda oborot kichkina, uni kattaroq oborotga chiqarib olmaguncha, o'zini o'zi qoplab yana katta daromad qilmaguncha biz unga tegmoqchi emasmiz. Lekin siz xohlasangiz bu narsani qilishingiz mumkin. Ya'ni biznes orqali ham katta daromadga tez chiqish yo'llarini rejasini qilib turib, daromadga chiqib, o'zingizning maqsadingizni amalga oshirsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi o'sha aytmoqchi bo'lganim, albatta
albatta o'sha maqsadingizni to'g'ri qo'yib, unga boradigan qadamlaringizni oyga yoki bo'lmasam chorak holatga, ya'ni yilni chorakka bo'lib turib, planlashtirib oling va o'shanga qarab to'g'ri harakatlaning. O'shanda 100% 2026-yilda qo'ygan maqsadlaringiz amalga oshadi. Ikkinchisi, motivatsiya bilan emas, disiplina bilan harakat qilishni o'rganing. Juda ko'pchilik maqsadlariga motivatsiya bilan erishishga harakat qiladi. Motivatsiya bu juda ham qisqa vaqtga ta'sir qiladi. Misol uchun, meni o'zimga hozir umuman motivatsiya yo'q. Danni biraman, menda hozir motivatsiya yo'q, lekin menda disiplina bor. Ya'ni shu narsani 2026-yilda qilaman va amalga oshiraman degan maqsad qo'ydim va shuning uchun ham hozir qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar, oyog'im og'rib turgan bo'lsa ham, juda ham bundan oldin asabiylashdim, ya'ni video olishdan oldin asabiylashdim yoki bolam bor yonimda, u ham menga xalaqit berishga harakat qilyapti, har taraflama. Undan tashqari oilaviy, u yoqdagi boshqa muammolarim, deylik, hozir menda aynan shu videoni olishni o'ziga menda motivatsiya emas, menda disiplina bo'lgani uchun ham amalga oshiryapman. Ko'pchilik emotsiyaga beriladi. Misol uchun, qandaydir maqsad qo'ydi, lekin unga qarab harakatlanishga motivatsiya bor paytda harakat qiladi, motivatsiya yo'q paytda hech narsa qilmaydi. Shunchaki vaqtni o'tkazib yuboradi. Mana o'sha yerda juda ko'pchilik maqsadga erisha olmay qoladi. Shuning uchun qadamma-qadam, yoqsa, yoqmasa amalga oshirishni davom etib ketavering. O'zidan o'zi amalga oshishi boshlaydi. Misol uchun, men o'zim ham juda ham katta ishonch bor, tez orada, ya'ni 2026-yilda YouTube kanalimda 100 ming auditoriya yig'aman degan. To'g'ri, menda balki bu video umuman prosmotr olmas, balki juda ham yaxshi prosmotr olib kelib, tez auditoriya yig'ib ketishi mumkin. Buni men rostini aytsam umuman bilmayman, lekin xudo xolasa harakatda barakat, amalga oshirib, mana shu disiplinam orqasida qilmoqchi bo'lgan ishimni amalga oshirishga ishonaman. Keyingi 3-qadam haqida gaplashamiz. 3-qadam bu nima? Biz ko'p holatlarda agar pul bilan bog'liq bo'ladigan maqsadimiz baribir ham xohlaymizmi, yo'qmi, maqsadlar amalga oshirish uchun pul kerak. Buni tan olishimiz kerak. To'g'ri, biz hattoki sog'liqni pulga sotib ola olmaymiz deyishimiz mumkin, lekin baribir ham agar siz sog'liqni sportga bormoqchi bo'lsangiz yoki yaxshi ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, sizga ham o'sha taomlarni sotib olish uchun pul kerak. Yoki bo'lmasa uy, mashina, sayohat hammasi uchun pul kerak. O'shaning uchun men real ko'rinishda aytaman sizlarga, yaxshi maqsadlarga erishish uchun ko'p holatlarda pul kerak. Ya'ni 3-holat, siz o'zingizga maqsadingizni amalga oshirishingiz uchun, hozir men bilmayman, balki sizda boshqa munosabatlar borasida agar sizda maqsad bo'ladigan bo'lsa, albatta bunda ko'p pul talab etilmaydi. To'g'ri, orada bir munosabatlarni yaxshilash uchun sovg'alar berishlarga pul kerak bo'lmasa, atak munosabatlarni yaxshilash uchun boshqacha psixologik tarafdan bizda o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak bo'ladi. Lekin boshqa holatlarning hammasida 100% javob beraman, bunda pul kerak bo'ladi. Xo'p, maqsadlaringizni amalga oshirishingiz uchun sizga qancha pul kerak bo'ladi, qancha mablag' kerak bo'ladi, shuni ham aniqlab olishingizni va hozirgi holatingizda bu maqsadlaringizni amalga oshirish uchun imkoniyatlaringiz darajasi qancha ekanligini hisoblashingizni maslahat beraman. Misol uchun, ko'pchilik oddiy oylik ishda ishlaydi, deylik 2 million, 3 million, 5 million oylik ishlaydi, lekin o'ziga bir mashina, chet el sayohatlari deganday maqsadlarni qo'yib oladi. Lekin 2026da bu narsa amalga oshmasligi mumkin agar sizni o'zingizni pul topish yo'llaringizni ko'paytirmasangiz. Deylik 2 million, 3 million oylik bilan yoki hattoki 5 milliondan 10 milliongacha oylik bilan kechirasiz-ku, hozirgi kunda bizni yashash sharoitimizda ko'p narsalarga erishish qiyin. Chunki biz yeb ichishimiz bor, deylik farzandlaringiz bo'lsa, ularning xarajati, o'zingizning xarajatingiz, kosmetika, uhod yoki bo'lmasam deylik kafelarga borib oyda bir marta yoki 2 marta ovqatlanish deganda xarajatlarni o'zi mana shu oyligingizni o'zini yo'q qilib yuborishi mumkin. Va siz katta ehtimol bilan o'sha 2026da qo'ygan katta maqsadlaringizga erisha olmay qolasiz. O'shaning uchun meni maslahatim 3-si bu albatta sizni pul keladigan, daromad keladigan manbalaringizni ko'paytirish. Deylik, men o'zim uchun zametkamga постоянно yozib boraman, nimalardan men dohod qilishim mumkin. Birinchisi, hozirgi kunda Danni biraman, menda dohod turlari kamaygan. Nimaga? Chunki men 2025-yilda yo'nalishimni SMM mobilografiyadan to'xtatib,
biznesga qadam qo'ydim va biznesga qadam qo'yganimda men hech qanday zapus qilganim yo'q. Men umuman konsultatsiya olganim yo'q. Men o'sha syomkalar qilishni to'xtatdim, mijozlar bilan ishlashni to'xtatdim va menda o'sha daromad keladigan manbalarim tugadi. Deyarli yo'q bo'lib ketdi. Nimaga? Chunki men oldin faqat o'sha uslugani o'zidan oyiga 4-5 minggacha dollar topib yurganman. Ya'ni Toshkent sharoitida bu narsa juda ham mumkin. SMM, mobilografiya, syomka, konsultatsiya va kichik kurslar sotishni o'zida oylik daromadim shuncha bo'lgan. Lekin o'zimning yo'nalishimni o'zgartirgandan keyin menda hamma daromad manbalarim to'xtab qoldi. Nimaga? Birinchidan men o'zimning shaxsiy bloklarimni rivojlantirishni to'xtatib qo'ydim. YouTube'ni umuman rivojlantirganim yo'q. Telegramim ham qotib qoldi bitta joyda va natijada men obunachilarimni, ya'ni o'zimni hattoki bor obunachilarimni ham mijoz sifatida jalb qila olmay qoldim. Faqat menda bitta daromad manbai bo'lib qoldi, bu biznes. Lekin biznesning puliga men umuman tega olmasdim. Ya'ni tushunyapsizmi nimani misol qilayotganim? Agar sizda ham xuddi shunaqa bitta biznes daromadingiz yoki bitta o'sha deylik oylik ish, davlat ishingiz yoki boshqa ishlaringiz bilan daromad manbaingiz bo'ladigan bo'lsa, unda siz katta ehtimol bilan katta maqsadlaringizga erisha olmaysiz. Albatta, boshqa kichkina maqsadlaringizni amalga oshirishingiz mumkin, deylik, tish doktoriga borish, davolatish yoki bo'lmasa kosmetika olish, yana boshqa. Lekin men aytayotganim bu ko'pchilikni xohlaydigan katta maqsadlari uchun kerak bo'ladigan daromad manbaingiz albatta ko'proq bo'lishi kerak. 2026-yilda hozirda juda ko'p daromadli kasblar bor. O'zingiz ishingiz bilan birgalikda qo'shimcha olib borish mumkin bo'lgan yo'nalishlar juda ko'p. Men xudo xolasa YouTube'ga bu bo'yicha yana bitta alohida video olganman. Albatta uni ham ko'rib chiqing va siz ham mana shu daromadli kasblar bo'yicha ishlab, balki o'zingizning oyligingizdan boshqa ham daromadga erishishingiz mumkin. Mana blogimda yana qo'shimcha video darsliklar bilan albatta sizlarni yaxshi manbalari bilan oldindagi videolarda hali gaplashamiz. Agar 2026-yilga o'zingizga qanday maqsadlar qo'yganingizni va mana shu 3 ta qadam, 3 ta maslahat sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bu haqida kommentariyda yozib keting, like va do'stlaringiz bilan bu videoni ulashib qo'yishni ham unutmang, chunki o'zbek tilida foydali ayollar uchun umuman olganda maqsadiga erishmoqchi bo'lgan, biznes qilmoqchi bo'lgan yoki ko'proq pul topmoqchi bo'lgan insonlar uchun foydali videolar kam ekanligini juda ko'p analiz qilganman. Xudo xolisa blogimda bundan ham yaxshi videolar bo'ladi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolaman. Xayr, sog' salomat bo'ling. YouTube kanalimni rivojlantirishga bitta podpiskangiz bilan hissa qo'shib ketsangiz, yana ham xursand bo'laman.